Anını yazmak üçün avazda qarlığaş. Anını yazmak üçün hərflər köyüb gider. Küldek tozup gider. Təsvirlər erib gider. Yaşdek iqtib gider. Anını yazmak üçün 1000 yıl gider. Milyon yıl gider. Bəxtini çaqırğanda, azabından qaşqanda, ana degan bir nam yeter. Kimdir birlari kesal karvatida bo'lg'ach salomatlikka oshiqdir. Kimdir birlari yetim bo'lgani uchun ota-onaga oshiqdir. Kimdir birlari vaqtsiz ayrilib qolgani uchun qarindoshlarga oshiqdir. Yana kimdir birlari vasliga yetolmagani uchun shu erishammagan yariga oshiqdir. To'limi afsus, inson nimaga oshiq bo'lsa, shu oshiqi ustida sinalg'uchidir. Sana iltimas dünya. Bütün dünyaga xuddi quyosh nurini chashgandek mehrona chashqin. Bütün aile baxtga to'lsin. Xushallik cho'msin. Har bir aile kishilari baxtning huzurini sursin. Şu umaq farzandlarimiz ota-onasiz qolmasin. Yetim bo'lmasin. Ba'zanlar deydi. Falanning bolasi cho'ngibdi-ku, o'lib qolmabdi-ku. Pistarning bolasi manchilar ko'pdi-ku. İşten bulmaydı iken o. Onun balası çoğunluğa yet bizden valla çoğunluğdu o. Toğra. Çoğun buldu. Ölüp kalmaydı. Ama kançılık miskinlik, kançılık gayriplik, yürgünün kançılık azap çoğunluğunu aşı yetim kağan bala. Del aş anı tadısız kağan bala. Yetimcilik kötüsü çoğunluğun aşı narisiydi bal bilalaydı. Kağan hiç kayısımız his kılamayımız. Мәңгі бәxtlik болған әзіз достым. Xuddi har bir yaşagan shu kuning dunyodagi eng oxirgi bir kuningdek go'zal yashagan. Qalbing azor berganlarninki dilingdan chiqarib o'tgan. Ular inson emasmi? Faqat kulib qo'ygan. Burun tag'a aylangan bo'lsa, hozir bu so'g'aylandi. Shuning uchun har vaqt qadring bo'lsin, aziz bo'l. Ko'ngling yerim vaqtlarda yig'langa emas, qanot yig'lab. Külgünge emas külü var. Ama özünü azablama. Bir insan için özünü tuyuşturup etme. Erzimaydı dostum. Yüzünü bir qaytam berimiz. Ko'nglim ish. Qadrini bir qaytam qilamiz. Chikkinchi qilgan qadriniki aziz bo'lmaydi, ham qadri bo'lmaydi. Xo'shalashgan mangu azizim. Har qanday bir ishning cheki bo'ladi. Chekdan assa ko'ngil yanadi. Candanmı, cahandanmı, canandanmı hem? Hayır. Ey köyümcan, mehriban. Cemiyetning onasi bo'lgan, kelajakning fazilati bo'lgan. Mehriban ey qiz. Ko'rgining er bo'lsinmi, ko'ygining erkak bo'lsin. Shu chaqda yeshang oqmaydi. Diling azar yemaydi. Ey o'g'il, ko'ygining qiz bo'lsa-mu, ko'ygining sap vijdonliq, g'ururliq, ayoliq, iffatli qiz bo'lsin. Ko'nib qolgan birisining tuyuqsiz yo'qolib ketishi, seni tushunadigan, alamlaringni his qiladigan odamning chiqmasligi seni azobga selayotamdi. Hojatman bo'lib yo'qsizlikda qolganda seni quruq qo'l yondirmaydi degan kishining sendan o'zini chetga ilib sana o'zir xoliq aytishi. Beshingga kun tushganda sen ishongan kishining seni tashlab ketishi. Birisiga erisholmayotganligingni bilib turib, uni yana suyishing. Uningdan ayrilsang, bu dunyoning qorong'i bo'linishi. Sen yaxshi ko'rgan kishining sana yolg'on so'zlashi. Onu yaxshi ko'rganliging tufayli sening uningga ishonishing insonni bekla azobga soladi. Suydigan sürükümni kömüp ettim. Sükutning qat-qatiga. Yig'laydigan ko'zimni berib etdim. Qurigan buloqlarga.
kuyadigan o'tlarimni hadiya qildim sehiy quyoshga. Sig'inishlarimni chechivatdim so'lg'in shamollarga. Azap çekadigan yürükim o'tmishda qoldi. Yana nima qoldi? Menda kutgidek. Qotil ayolman. O'zimni o'zim o'ltirgan. Nimam bahkin aytqana segidek. She'r yozadigan qo'llarim qitib ketdi. Nimam bor edi? Endi yozg'idek. Servi qalimida Bağ yasatsam aldıdan söygen nigarım ötmedi. Ötümen de vədi kıldı yoki vədə bütmedi. Turmen bağ aldı da divanıdek eylep saza. Bir ötüp taşlap nigah alımgı dilber yetmedi.